Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüb atsızlar. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda Uyğurlarga dair anlatılğan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsilatı bolsun. Uyghur Abdunum rayonunun reisi Şöhrət Zakir'nin yığıveliş lagerlerini haqsız kəsbi tərbiyələş orunları dep aqlışı kişilik hüquq təşkilatlarının rədd qılışı uçurdu. 17 oktyabr günü Xalqara Kechirim Təşkilatı bayanat elan qılıb, Xitay taratqularının hər qandaq burmilişinin Uyghur rayonunda 1 milyondan artıq insan qamılıb yatqan yığıveliş lagerlerini pərdəziyə baydıqanlığını təkidləgən. Bayanatda mındaq deyilgən. O, hərgizmi kəsbi tərbiyələş mərkəzləri emas, bəlkə cəza lagerleridir. Bayanat yana bu lagerlarda açlıq, qiyin qыстaq və zorluq, zombuluqlarının davam qılıb atqanlığı, kommunistik ideyanın tutqunlarga məcburi tengilib atqanlığı təkidlənген. Şöhrət Zakir 16 oktyabr günü Şinhua agentlığının ziyaretini qəbul qılıb, bu orunlarda Uyğurlarning haqsız kəsbi tərbiyə edib atqanlığını ilgiri sürgən idi. Kişilik hüquq təşkilatının bildirişçə növbətdə az degəndə 1 milyondək Uyğur bu lagerlarda tutub turulmaqda ekan. Xalqara Kechirim Təşkilatının bayanatında bu orunlarını haqsız kəsbi tərbiyə mərkəzi deb pərdazlaşının özü bu lagerlardakı günahsız tutqunlar və onlarning ailə təobatlarına qılınğan zor haqarat ekanligi bildirilgan. İli Oblastliq televiziya stansiyasının təhriri, ictimai və mədəniyyət fəaliyyətçisi Erkin Tursun tutqun qılınıb, kesib etilganligi oshkorlandi. 50 yoshlik Erkin Tursun o'zining faoliyatchanligi, jonliq televiziya programmalari, ishlagan kinolari va tashkillagan mashrab hamda musobaqa faoliyatlari bilan har vaqt ko'z ko'rinib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, u bu yil 3-oyda G'ulji noyasining Jilil yuzi bozorliq soqchixonasi tarafidan bo'lgunchilik bilan ayblanib tutqun qilingan va oz deganda 7 yillik kesilgan. Jilil yuzi bozoriga qo'shni Xudiya yuzi yezliq soqchixonadagi xodimlar uning Jilil yuzi soqchixonasi xodimlari tarafidan tutqun qilinganligini dalilladi. Vaziyatdan xabardor kishining radiomizga bildirishicha, Erkin Tursun elib borgan faoliyatlari sababli xalq ichida G'uljidagi Nurtay Hoji, Abdumit Xalsaji, G'upiraji qatorliq kishilar bilan G'uljidagi 4 sarxil degan nomni olgan ekan. Kişilik hüquq gözetiş təşkilatı 16 oktyabr bayanat elan qılıb, Xitay hökumətini ata-anası tutuluşı səbəbli darıltamlarga aparıb etilgan Uyğur balalarını qoyub berishga chaqirgan. Bayanatda məzkur təşkilatının Xitay İşlər bölümü müdiri Sofiya Richardson xanım söz qılıb, Xitay hökuməti tutqun qılınğan ata-analarının farzandlarini rəhimsizlərcə hökumət iqtidarçılığındakı məktəblərə aparıb berib atıdı. Bu hökumətinin noto'g'ri planlarının bir qismi bo'lib, ular moddiy paravallıqni dəstək qilib, balalarını ata-anasından ayırıb atıdı degan. Bayanat yana yaqinqi bir qancha oydan buyon dalillangan Uyg'urlarning kishilik huquqining og'ir daxl tarziga uchrashiga oid uchurlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi aloqador organlar va bir qism hukumat va apparatlarning kuchlik andishini qo'zg'aganligi alohida tilga ilingan. Richardson xanım bayanatı yana balalarni darıltamga apırıp berishdak bu xil usul Xitoy amaldorlarining bostirish harakati paydo qilgan jarohatni texmi og'irlashtirib yetadiganligini eskartib, hukumatlar Xitoyning bu xil uzoq mazgillik siyosati ilib keladigan ziyonni to'xtatishga undishi kerak degan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Nikki Haley xonim Washingtonda o'tkazilgan Mudofaa amaldorlari klubining yig'inida Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib, Xitoyni tanqid qilgan. Fox televiziya kanalining xabarida ko'rsatishicha, bu yig'in Osiyo Tinch okean rayonidagi davlatlarning yuqori darajalik mudofaa amaldorlarining yilda bir qitim echiladigan yig'ini bo'lib, bu yil Nikki Haley nutq so'zlagan. U Uyg'urlarning vaziyatini tonishtirib, bu hozirgi dunyoda ko'rilgan eng zo'r ko'lamlik insonlarni yig'ib qamash harakatidir. U 2-dunyo urushidan keyingi eng zo'r bir qitimligi bo'lishi mumkin degan. Uyghur kuzatuvchilarining qarashicha, bu yig'inda Uyghur masalasining Nikki Haley tarafidan o'tirg'i qo'yilishi, uning Amerika hukumatining kun tartibidagi muhim masala bo'lganligini ifodalaydi ekan. Yig'inda Nikki Haley yana oz deganda 1 milliondan ortiq kishi qamalgan bu lagerlarda qiyin qistaq borligi, kishilarning o'z diniy e'tiqodidan voz kechib, kompartiyaga sadoqatini ifodalashga majburlanayotganligini ta'kidlagan.
Шинжаң Педагог университетінің профессоры Абдылбасир Шүкірнің тұтқын қылынғанлығы ilgari сүрілді. Радиомызға келген ұшчырлардан мәлім болышча, Uyghur klassik әдебияты, түркологияға мөнәсәбәтлек тадқиқат әсәрләре белән танылган профессор Абдылбасир Шүкүр 2018 елы кышлык тәтил мезгилендә тутып кетилгән. Ләкин оның каярга келіп кетилгәнлеге ва тұтқын кылыну сәбәбе мәлім эмас. Абдылбасирның bir o'quvchisining radiomizga bildirishicha, Abdubasir Shukri 2018 yili qishliq ta'til mezgilida, ya'ni shu maktabning adabiyot institutidagi professor Abduqodir Jaloliddin tutqun qilingan chaqda boshqa bir qancha Uyg'ur o'qituvchi bilan bir vaqt tutqun qilingan. Muxbirimiz maktabning qo'g'dash boshqarmasiga telefon qilib, Abdubasirning oqibatini va tutqun qilinish sabablarini surishtirdi. Lekin qo'g'dash boshqarmasidagilar savolimizga javob berishni rad qilib, uning ahvolini jamoat xavfsizlik organlaridan surishtirishimizni ta'kidladi. Kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Xitoy hukumatining yig'ilish lagerlarini qurib, diniy oshqunlik va xato ideyalarni tozalash nomida Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilishi, adabiyot, san'at, tarix, folklor, insonshunoslik, jamiyatshunoslik sohalaridagi Uyg'ur tadqiqotchilarini zarba berish nishoniga aylantirib qo'ygan. Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida pan halalizmga qarshi turib, Uyg'urlarni yemak, ichmak qatorliq islomiy iste'mol odatlaridan voz kechishga rag'batlantirish harakati boshlagan. Lekin islomiy iste'mol odatlariga qarshi bu xil radikal harakat Amerikadagi ba'zi musulmon tashkilotlarini bearam qildi. Yaqında Ürümçi şəhərlik təftiş məhkəməsi səfərbərlik yığını çağırıb, ədliyyə xadimlərinin pan halalizmga qarşı kürəş qilishini, ularda yemək içmək cəhətdəki hech qandaq çəklimə mövcud bolmasligini tələb qilgan. Xitoy taratquları yana yerlik Uyg'ur kadrlarının ideyadagi çəklimini buzib tashlab, Junxo millatining lazzatlik taom madaniyatidan bahramand bo'lganligiga doir xabarlarni tashviq qilishga boshlagan. Xitoy taratqularının aşkarlışça 10 ayının 7 günü Maralbeshining Alag'ir yezisining boshlig'i Abdukim Mo'min Uyg'ur kadrlarini boshlab cho'shqi go'sht yeyishning ulgisini tiklab bergan ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.